Короче, ko'pchilikda mashinaning pardasi mana shunday oftobga oqarib qoladi. Yangi qo'ysa ham endi qanchadir vaqt o'tgandan keyin oqarib qoladi. Men uni qanaqa qilib qaray turishni topdim. Yangi olmasdan kanishni hozir ko'rsataman. Mana pardani oldim sug'urib, avval mana shunaqa bo'lgan, shunaqa oq bo'lib ketgan mana bu pechkani o'rnidagi petno shu yoqqa shuncha zashta qilgan ekan. So'ng ketdik qaray turgan. Bir kattaroq narsaga qaynoq suv to'ldiramiz. Sabzatlar qaynoq. Bizga kerak bo'ladi kraska. Yozilgan krasetda для джинса ткань черный. Qaro kraska kiyimlar uchun, endi bosh uchun, keyin oddiy tuz. Tuzdan 300 gram solinadi, keyin kraska. Kraskani solamiz. Bu kraska qayerga bor desanglar, internet magazinlar bor, internet magazinga sotibdi. O'zi narxi tursa 15 ming turadi. Men 2 ming oldim, endi maksimalga narxini aytdim. Mana shunaqa, endi tuz solamiz. Tuz aytilgan 300-400 gram. Tuz deyilgan, endi mana primerda. Mana bo'lim endi qaro kraska tayyor bo'lib. Bu pardani o'zi tiqib qo'yish kerak. Kirmaydi uchun shu bir tomonini tiqib, u tomonini Короче, bu parda bu idishni ichiga kirmadi. Qanday aylantirsam ham iloji bo'lmadi. Men mana bunday qilmoqchiman. Qanchalik rezultat beradi buni bilmadim. Mana kraska tegdi. Endi qurigandan keyin ko'ramiz rezultatini. Polni qurigandan keyin xuddi mana shunday bo'ladi. Issiq joyga saqlash kerak. Buni o'ksizlik suvga ham yuvib, keyin quriting deyilgan o'z instruksiyasiga men uni o'qimadim. Prosta kraskaga yuvdim, quritdim. Mana bir sal mana beri farq qiladi. Bu avvalgidan ko'ra menimcha yaxshi. Hozir ko'ramiz avval qanday edi, hozir qanday. Menimcha ancha farqi bor. Mana unga devor soya suribdi mana bu. Qimirlatgan paytim avvalgidan ko'ra yaxshi. Oftobga prosta bu. Mana bo'libdi. O'zi mana buni qora ko'rinish kerak. Короче, rezultat xuddi shunaqa. Mana bu yondan qaraganga qap-qora chotki.